Shahrindagi kelajak bozorimizda naqd 3 ta mestamiz sinovga tushdi. Lekin aynan bu narsadan sizlar foydalanib qolishingiz mumkin. Assalomu alaykum o'zim do'stlarim, hurmatli vatandoshlar. Uchurda biz O'sh shahrida, hozir O'sh rayonida Optomir do'konimizga kelgan biz. Kelajak bozorlarimizdagi 3 ta mestalarimiz haqiqatda sinovga tushib, hamma tovarlarni ushbu bitta do'konimizga, Optomir do'koniga tiqib, mashadan tozalab olishga, juda ham chiroyli aksiyalarga, mana juda ham arzon bahodagi kiyimlarimizga mana bizni chaqirishdi. Bu tovarlarimizni narxini tushunmagan odam ham tushunadi do'stlar. Ko'rsating, bitta krossovkalarimizni baho berib qo'yinglar. Haqiqatdan eski bozorimizda naq 3000 so'm yozib sotilgan krossovkalarimizni tanlab olishlar bo'lg'oni 700 so'mdan aksiya bahoga tushib qoldi. Mana bular misol 1000 so'mga desa ham arzon, zo'r krossovkalarimizni bo'lg'oni 700 so'mdan tozalab olishgan. Bu do'konimizda haqiqatdan ham o'ta chiroyli, zo'r narxlarda tovarni tuzatishga sotilayotgan ushbu kiyimlarimizga kelinglar. Kirib kelgan ushbu hayit munosabatdan padarishli holatda, bayramona kayfiyatda arzon tovarlarimizdan kiyinib ketinglar. Egasini, bu do'konning egasini yana bitta gapiga do'stlar men tan berdim. Hammamizga ham nasib qilsin, shunaqa beruvchi qo'llardan qilsin. Kelsanglar haqiqatdan ham shunga muhtoj oilalar bo'lsa deyapti. Mana bu setkadagilarimiz ya'ni bekarga keladi deyapti. Shunga muhtoj bo'lsa, bemalol olib kelsin deyapti. Bundan boshqa tovarlarimiz ham hammasini tugatib olishga, tozalab olishga sotilayotgan. Futbolkalarimiz ham do'stlar 300 so'm, 200 so'mdan. Endi bu Optomir do'konimizda hozir naqd 350 kvadrat metrga solingan ushbu magazinimizni tanishib o'tyapmiz. Bu yerda haqiqatdan ham katta vыборлari bilan erkaklar kiyimini, misol uchun klassika deganga klassika, sportivniy, xullas yo nima desanglar hamma tovarlar bor ekan. Va bundan tashqari bu aksiyalarimizdan tashqari o'ylab qolmanglar, bu yerda faqatgina aslatga arzon tovar. Buni o'zini egasi bor. Endi menga original yaxshi kiyim kerak degan bu arzon tovarni, tag'in qimmat tovarning o'zini esi bor degandaylar. Bu do'konimizda hozir mana sveji kelgan yangi tovarlarimiz, bulardan ham biro bozor bahosidan arzon. Bu akalarimiz o'zlari Xitoydan primoy solayotgan hisobidan do'stlar mana el uchun yaxshi xizmat qilib ko'rsatib kelayotgan. Mana yangi tovarlarimiz ham arzon narxlarda xursandchilikda kiyinib ketsanglar bo'ladi. Endi bu yerda mana uzmasdan ko'rsatib qo'yamiz. Mana futbolkalar yangi keldi. Hammasi hozirgi yozgi sezonga o'tdik. Mana bu moda bo'layotgan ankul, shankulot degan shunaqa zamonaviy mana trikolarimiz ham hammasi xaladolar yangi kelibdi. Bu modellar o'zi uzqora ko'rinyaptimi? Vobshe zo'r modellar. Krossovkalar ham shunaqa eng zamonbop hozirgi zamon talabiga javob bera oladigan lining fasonlarimiz, anta xullas eng moda bo'layotgan krossovkalarni ham yangi gap kelib qo'yibdi. Va bu yerda assortiment ko'rtasizlar, ayvay cho'ng obyektlari bilan katta assortimentda mana hozir sizlarga budjetli variantdagi shunaqa futbolkalarni ko'rsatib o'tamiz. Bo'lgan bo'lsa 400 so'mdan skidka bo'lib jatgan futbolkalarimizni 400 so'mliklarini ko'ringlar. Javoqmaga premium kategoriyada o'sha original kerak degan do'stlarimizga bu yoqda 400 so'm bo'lsa, bu yoqda futbolkalarimizni 1700 so'm, даже 2000 so'mgachalik shunaqa original zo'rlargacha topib ketasizlar. Nima demoqchiman? Bu do'konimizda hamma turdagi, ya'ni budjetli variantda original, o'rtacha, xullas kelsanglar bir narsa olmasdan chiqib ketmaydigan ushbu katta obyektlar bilan Optomir do'konimizda baringlarni kutib qolamiz. Bu yoqda o'zi mana pol nimalarimiz, ya'ni vitrovkalarimiz, klassik, pol klassika, sportivniy, hattoki bu yerga kelsangizlar, kiyobollarimizga, klassika, botinga, hattoki kiyobola tuflilarimizgacha polni assortimentga olib kelib qo'ygan ekan do'stlar. Glavnisi hammasi ham cho'ntak bob zo'r narxlarda. Bizlar dastlabki xizmatlarini Liboy yerga, Liboy turiga do'stlar telefon nomerlarini aytamiz. 0770 15 40 07 o'sha nomerlarga kengina qaylasa, bu do'konimiz Bezmuxatnoyda har kuni ertamangi 9 dan boshlab kechqurungi bir 12 gacha ham kechqurun ishlardan bo'shab kengina do'stlarni olib kelsangizlar bir 12 gacha ham ochiq bo'lar ekan. Mana hozir operator ukam shu shimdan olaman deyapti. Bunday modniy, seriozniy zo'r modellarda ushbu shimlarimiz, kepka desangizlar, kepka, mana to'y ko'ylaklarimiz, shimlarimiz, triko kelsangizlar ichki kiyimdan tortib bosh kiyimgacha katta assortimentlar bilan ushbu do'konimizda hammalarni kutib qolamiz. Do'stlar, Optomir do'konimizning adresini so'ragan do'stlarimizga uchurda biz O'sh shahrida, aynan O'sh rayonida turamiz. Bu joyi endi Qorasuqdan tushuntiramiz. Qorasuqdan chiqqanimizda yo'lning so'l tarafidagi Xosiyat otindagi chasni banisamiz. Udan o'tganimizda Dadabay atindagi kafe, udan darishi o'tganimizda yo'limiz ikki ayriga ayriladi. Estelikka jetway ayriga yetmasdan yo'lning so'l tarafida yagona bo'lgan, yangi tushgan, zamonbop qurilgan domlarimizning aynan birinchi etajimiz kelsangizlar, birinchi pomishenasi aynan podval qismida joylashgan. Kelsangizlar, Optomir mirzalar sarkech kiyimlar dunyosida sizlarni kutib qolamiz. Kelib do'stlar, dastlabki xizmatlardan foydalaninglar. Bemalol kelsanglar do'stlar, shunaqa bozor narxlaridan arzon bo'lgan, ammo
mana berk mestamizga tovarlarni tugatishga arzon sotilib jotgan va xohlovchilarga novinka yangi kelgan tovarlar bilan kelsalar quruq qo'l bilan chiqarib olmaymiz do'stlar. Xursand qilgan holatda arzon kiyimlarimiz va aytib o'tgandek yana bir marta bir havas qildim do'stlar. Shunga haqiqatan muhtoj do'stlarimiz bo'lsa, shunaqa bekarga beriladigan shunaqa oflarimiz ham bor ekan. Mana Alloh rozi bo'lsin do'stlar. Kelib mana xursand bo'lib ketsanglar bo'ldi. Altsat kanalimizda janob sizning xizmatingizda.